4-yil ishlab chiqarilgan zo'r holatda dehqonni o'zidan nomer generalni yozib beraman deyapti. 10x chiqib qoldi. O'zimiz shaharda mashinasi 4 yumshoq baloni 2024 38 ming yurgan. Kredit yo'q, naqd pulga beradi. Salon narxidan ancha arzon, xudo xolasa. Avtomat korobka bu 4-pozitsiyasi, ko'pchilik bilsa kerak. Tiniq holatda mashina hech qanday rasxod yo'q. Bir xilda meni yurishibdi ekan. Kraskalari top-toza, bexijolat, xolasani minasan degan mashina bagajni ochib oldim. Holati yaxshi. Tiniq holatda 4 yumshoq baloni. Zapaskalarigacha yangi turibdi. Hamma yo'q joyida 2024. Salonni o'zlari olib chiqib mingan ekan. Tana mashina hech qanday rasxod yo'q. Xolasani minasan degan mashina. Xo'p. Mana kapotni ochib ko'rsatib bering. Xo'p, mana motor. ABS rul elektrosistel hamma yo'q joyida, benzinli yuribdi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2024 38 ming yurgan, kraskasi toza, tiniq holatda. Generalni yozib beriladi. Narxi $12,400 deyilyapti. Yana bir qator o'zlarining kelishasizlar. Shaharda mashinasi. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar.